do'stlar, o harfi bo'lgan yangi bir do'stimiz sizlar bilan tanishyapsam deyotdi. Sizlar bu do'stinglarning har xil shakllari, so'zlardagi o'rni va yuqorida o'rganib o'tgan harflar bilan birlashib, qanday so'zlarni yasay oladiganligiga diqqat qilinglar. Qiynamsa, u do'stinglar kelib qoldi. Baş o. Yalğız o. Ayaq o. Ulanmı o. Osman jim o'ltir. O'qil solaman. Onta o'qilma, Yahya qo'rqaman. Dada doppa tik, men doppa satay. Mende radyo var, sende-chu. Mende onundan yo'g'on radyo bor? İşki radyo naqshi aytdi, ishki bola quloq etdi. Sol qo'limda ot olaman, o'ng qo'limda cho'qimiz yeyman. O ne on o te ot Oğa ra'ni qo'shsak ora bo'ladi. O re ara ora. Oğa ta'ni qo'shsak ota bo'ladi. O te ata ota. A te ata ata. O te ot O te ata ota ata ot ota. Toz haqida hikoya. Bir kuni quyosh ag'rib qolg'achqa uydan zodiri chiqqili unumabdi. Quyosh chiqmasa hech bir jonliq ishini qilolmaydi ekan. Buningdan ajablangan Toz quyoshni yo'qlab berib, uning uyining oldida larson usulga tushibdi. Quyosh Tozning maqsadini tushunib uydan chiqishga ma'qul bo'ldi. Yana bir kun, yana bir hayotlik boshlanibdi. Toz quyoshni osmonga chiqarib etgandan keyin orom elib o'tirgan bir jup ota bolani ko'ribdi. Oğlum, anladın mı? Radyoda bugün yağmur yağıdı devatıdı. Etizdeki kalan otlarını tezrak otu ötey. Deptu otisi bir çağda. Ma'qul. Deptu bala. Ula etizga kepti. Alay oğlum, otni mağı orgaq bilen al. Deptu otisi. Birdandan keyin rastıl yağmur yağıp ketibdi. Ota bola ishkaylan amalsiz uyga qarab yo'l oldi. Yağmur bag'ansira qattiq yig'ib ketibdi. Quyosh uydan chiqqaniga pushaymon qilib yig'lab ketibdi. Biroq har qancha qilsa-mu, bulutlar orasidan qaytib tushmabdi. Ota bola qizg'in paranglashib ketib olsa, ularga heliqi Toz uchrab qoldi. Toz ularga atdiganda quyoshni qanday qilib osmonga ib chiqqanligini so'zlab beribdi ekan, ular Tozga rahmat aytibdi va uni uyiga mehmon bo'lishga taklif qildi. Toz borolmaydiganligini aytib, ular bilan xo'shishibdi. Ota bola ikkisi uyiga qaytishibdi. Tozmu quyoshning yanada qattiq og'rib qolishidan ansirab, uni qaytirib akagili minibdi. Shunday qilib Toz quyoshning insonlarning yaqin do'sti bo'lib qoldi.